Xo'sh, assalomu alaykum, qadrdon obunachilarim. Hammaga salom yana bir bor. Mana hozir biz Jiguli chiqdi, yana o'shaning obzorini qilamiz. Obuna bo'lib, like bosib, ama kommentga yozamiz. Akalar, mana shu Jiguli sotilyapti. Yana bitta. Mana narxi hammasi joy-joyda. Motorlari bo'lingan. Akkumulyator hamma narsa joyida. Ko'rganlaringizda narxi hammasi zo'r. Hech narsa qilish shart emas, xullas. Hammasi zakon. Mana gaz ballonlari 55 talik. Gaz ballonlariga kelsak, kraskalari hammasi joy-joyida mana. O'zlaring ko'rib olasizlar. Zakonni 55 talik gaz ballonlar. Ballonlariga kelsak, ballon holatlari bo'ladi, normalni. Oldingi ballonlari saka hammasi joy-joy. Ballon qismlari hammasi joyda. O'shatganimda. Mana ko'rib turganlaringda. Salon qismlari, motorlari, hammasi akkumulyatorlari mana ko'rganlaringda. Hammasi joy-joyda, motorlari, hammasi zakon. Faqat minish kerak, qo'yish kerak. Hammasi zo'r. İçlari boshqa mashinalarga o'xshab chang-pang unaqa narsasi yo'q. Hammasi toza akkuratli minilgan mashin. Udar salon qismlarini ko'rsataman hozir. Salon qismlari ham hammasi poliklari, hammasi zakonni holatda turibdi mana. Ko'rishlaring mumkin. Salon hamma narsasi joyida. Bu 17 million emas, bu 20 million so'm bo'ladi. Yana kelishamiz obunachilar uchun.